Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Andijon viloyati Shahrixon tumani Karnaychi MFYda 2243-2247 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda makkajo'xori ekini ekilganligi hamda maydon hajmi 10,7 gektarni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish jarayonida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 71 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaliklari uchun o'rtacha 15 sotiqdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihaning samarali amalga oshirilishi uchun lider tadbirkor Temurbek Sarxil mevalari emshishi biriktirilgan bo'lib, ushbu loyiha har bir gektardan 10 tonnadan jami 100 tonna hosil olish rejalashtirilmoqda. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadini yanada oshirish ko'zda tutilgan. Assalomu alaykum. Ushbu loyiha milliy